Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Ertalab 10larda boshladikmi? Ish tez bo'lsa shunaqa bo'ladi, mana. Kavlab, uytaydan, ariqtaydan olib o'tib qo'ydik. Soldatlar vazifani bajardi mana. Yamani kavlab ariqtaydan olib o'tdik. Tet mahallasidamiz. O'tgan hafta mana uyga xonadonga olib kirgan edik, suvda endi bu safar ishxonada. Hamma yo'q reja asosida bajarildi. Nomerlarni qoldiramiz. Kimga shunaqa xizmatlarga ehtiyoj bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.